Biz musulmonmizligimiz faqat namoz o'qish, roza tutish, qiroati Qur'on, zikr bilan chegaralanib qolmasligini bilishimiz kerak. Masjidga kirib musulmon bo'lib, shifoxonaga borib o'zimizni kimligimizni unutib qo'ymasligimiz kerak. O'sha yerda o'sha odobimizni saqlashimiz kerak. Nafaqat tibbiyot bo'yicha, balki hayotning hamma sohasida sodiq odamlar bo'lishimiz kerak. Foydali odamlar bo'lishimiz kerak. O'sha yerda o'zimizni musulmon inson sifatida qanday tutishimiz kerakligini bilishimiz kerak. Bozorga kelsak, sotuvchi oluvchidan iborat bozor. Orada dallol ham bo'ladi. Demak, musulmon sotuvchi bo'lish kerak, musulmon xaridor bo'lish kerak, musulmon dallol bo'lish kerak. Namozni o'qib chiqib bozorga borar, uchovi bir-birini aldamasligi kerak. Yolg'on gapirmasligi kerak. Tarozidan urib qolmasligi kerak. Bizda ana shu noto'g'ri tushunsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqsang bo'ldi. Ramazon kelsa bir amallab ro'zani o'tkazib olsang, u yog'i 11 oy o'zing bilasan. Unaqa emas. Men mana shu tib sohasida ko'p gapirdim, chunki odamlar shuni tushunsin.